To'g'ri 4000 ekan. Nech pul ekan? 4000 kiloga. Kiloga 4000 ekan. Qo'ni nech pul? Donasi 10 ming tanlab oling. Narisi 5000 so'm. Bunisi 10 mingmi? Ha, tanlab oling. Kila pul emas mana. Birinchi xadosi kelmagan. Bunisini nech pul dedingiz? 5000 so'm. 5000 so'm. Tarvuz nech pul ekan? Qo'ng qancha ekan? Aka, mana ular hammasi bitta 5000 dan. Aha. Nari 4000 dan shuni maydasi. Qaydaki bu? Satqo Yesindichi, Yesin degan joyda. Qo'nglar ekan. Ha, shu zo'r ash qo'ng. Tarvuz nech pul ekan aka? 1.5. Kiryapsiz 1.5 ming. Tarvuz qancha? 5000 tanlab oling aka, 5000. Tanlab olchi. Yo'la 5000. Nech pul ekan aka shakar puli? 10 ming ekan. Zangillar. Vaqtdan o'tib beryapmiz, mezonga to'g'ri kelib qolyapti. 10 mingga shunday ham saykalda Yana to'y beraman, leboy. Qo'ng nech pul ekan? Mana yana to'ydim mana. Nech pul? Nima? Qo'ng 3,5 mingdan. 3,5 mingdan. Kirasi. Kilosi. Qani kelaverchi? Rahmat aka. Bilmayman, sotib olganimizdan qo'liyadan kecha. Endi gap ko'raverasing kelar. Sizdan so'rab, sizni ko'rsatyapman. Ko'rsatmasam ham bitasiz shuni. Nech pul ekan aka bu? Bu 4,5 ming, 5 ming. Uchini ko'ring, o'doz. 5 ming ko'ryapti. O'yi beragan